Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Zamira bu degani yana bitta rus tili grammatikasiz darsining qiziqarli soni. Bugun sizlar bilan magazinda mavzusini ko'rib chiqamiz. Zamira o'zi kim? Oliy ma'lumotli rus tili va adabiyot mutaxassisi, 8 yildan beri rus tili o'qituvchisi hamda Toshkent shahrida joylashgan Poliglot o'quv markazi asoschisi hamda shunchaki savob yo'lida rus tilini sizlarga o'rgatadigan shaxs. Magazinda mavzusini nimadan boshlaymiz? Keling. Magazinga kirdingiz, nimadan boshlaysiz? Agar tanishingiz bo'lsa, "Привет, как дела?" deysiz. Agar notanish magazin bo'lsa, "Здравствуйте" yoki hech narsa demasligingiz ham mumkin. Magazinga kirdingiz, endi sizda qaysi savol bo'ladi? Siz xohlaydigan produktda qayerda joylashganligi. Birinchisi "где" deb boshlaymiz. Например, "Простите, где хлеб?" Uzrasiz, qani non? Yoki "Извините, где находится молоко?" Uzrasiz yoki uzr, sut qayerda joylashgan? Извините, bu bitta uzr so'rash. Ikkinchisi aytib yubora olmaysizmi? Aytib yubora olmaysizmi? Go'sht qayerda? Не подскажете, где мясо? Aytib yubora olmaysizmi? Sut qayerda? Не подскажете, где молоко? Qayerda joylashgan sut? Produktingizni qayerda joylashganini so'rashni o'rgandingiz. Endi menga kerak bilan ayting. Мне нужно молоко, мне нужно мясо, мне нужен килограмм апельсинов, мне нужны mandarины, мне нужны banаны deyishingiz mumkin. Bu menga kerak. Menga kerakni o'rniga men olaman, bering degan ma'no qanday keladi? Я возьму колу и чипсы. Я возьму семечки и курт. Я возьму только свежие продукты. Endi sizga yaxshi sifatli produktni olishni o'rgataman. Narsani olasiz va so'raysiz. Они свежие? Tuxumni so'rashingiz mumkin. Они свежие? Или sutni so'rashingiz mumkin. Они свежие? Когда привезли? Qachon olib kelishgan deb so'raysiz. Bu sizga produktni свежий holatda olishga yordam beradi. Yoki deylik, go'shtni so'raysiz. Это свежее мясо? Bu свежий go'shtmi? Zamonaviy magazinlarga kirganimizda yana bitta juda ham muhim savol bu. Это халяльное мясо? Bu halalmi go'shtmi? Yoki bironta produktda deylik shirinliklar hozir "Ano halalmi? U halolmi?" degan savol bo'ladi. Bu savol ham juda muhim. Rus tilida aytishni o'rganib olsangiz, magazinga kirganingizda bemalol magazinda yoki restoranga kirganingizda ovqatga ham "Это halalmi?" deb so'rashingiz mumkin bo'ladi. Mavzular qiziqarli bo'lib boryapti, sizga esa tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizga rus tili grammatikasi bilan va rus tili audirovanyasini ham bemalol o'tib eshitishingiz bo'ladi. Ular ham siz uchun hammasi tekin. Undan tashqari bizning o'quv markazida offlayn va onlayn kurslar bor. O'zingizga to'g'ri vaqtda, o'zingizga yoqqan formatda va o'zingiz xohlagan ustozda bemalol rus tilini o'rganishingiz mumkin. Davom etamiz. Barra va halal produktlarni olib oldingiz. Endi kassaga borganda nima deysiz? Kassaga borganingizda sizga eng ko'p aytiladigan savol bu paket нужен? Sizga paket kerak bo'ladimi? Shunda siz javob berasiz: "Да, нужен" yoki "Нет, не нужен", yo'q kerak emas yoki "Да, нужен", ha kerak. Paketni so'radi. Siz qancha pul berishingizni qanday aytadi? S bilan aytadi. S вас 200 тысяч. Siz 200 ming berishingiz kerak yoki S вас 100 тысяч. Siz 100 ming berishingiz kerak. Siz aytasiz: "Можно картой?" Karta bilan to'lasam bo'ladimi? Yoki "У меня наличка", menda naqd pul. "У меня наличка", menda naqd pul. "Можно картой" yoki "У меня карта", menda karta degani bo'ladi. Shunday qilib, endi xohlagan ruslar savdo qiladigan magazingizga kirib gaplashishingiz mumkin. Menga like va podpiska bosib qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Xudo xolisi keyingi darslarda ko'rishguncha paka-paka.